Musofirda yurgan aziz vatandoshlar, Moskva Toshkent yo'nalishida Captiva mashinamiz to'ldi aka-ukalar mana. Sankt-Peterburg Moskvadan yo'lga chiqib ketyapti. Tomlardan yuklari bor, pochtalar olingan, tayyor holatda aka-ukalar. Kimda-kim shunaqa Captivalar, Cobalt, Gentra mashinalarimiz bor aka-ukalar. Ketmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bemalol murojaat qiladi. 15 ta mashinamiz bor. Chotki. Zo'r ana. Ideal holatda aka-ukalarimiz. Captiva mashina. Kimdan ketmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Ichki salonlari ham mana shu ideal holatda. O'zbekistonga kelmoqchi, ketmoqchi bo'lgan aka-ukalar ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Bezposredniy prямо водитель nomerlarini ekranda qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar, realniy. Tug'ilgan holatlarni ko'rib qo'yapmiz. Yo'lda cho'ldaydigan videolarimizni qo'yamiz aka-ukalar. Bemalol obращаться qilaverasizlar. Like, подписка bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.